Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan Ulusal Mənfəət Mərkəzininki bu həftəlik xalqara vəziyyət proqramısına xoş gəldiniz. Bu həftə institutumuzun tədqiqatçı Ruqiyyə Turdiş xanım yazğan dokulat doğruluq paranlaşmaqçı. Ruqiyyə xanım xoş gəldiniz. Hoş bulduk. Bu dokulatda nurg'unlagan yaxshi mazmunlarni ilib yezib chiqdingiz. Buniki birinchi bo'likida bu Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishi bir simvollik bir g'alabaga erishdi deb siz bu yerda nimani simvollik g'alabaga erishdi demoqchi. Tushuntirib bersangiz rahmat. Rahmat sizga muhkam Nicat. Bu yerda simvollik g'alaba deyishimdagi sabab bizda bir siyosiy g'alaba yoki diplomatik g'alaba yoki askariy g'alabaga erishmadik. Bizning davarimiz bu Xitoy qirg'inchilik boshlagandan tortib xalqarodan cho'ng g'ulg'ul qo'zg'adi. Butun medialarni qopladi. Gerçi biz nurgun paketlarni açıqanmagan bolsaqmı, ama bu xalqarada çoğ bir ta'sir qo'zg'adi. Simvollik g'alaba degan xalqninki moral, yani axloqiy hissdoshligini uyg'otish, dunyoning axloqiy hissdoshligini uyg'otish degan gap. Bu uyg'ondi. Biz buni qildik. Ya'ni bu yerda bo'layotgan Xitoy bunda qirg'inchilik qilayotgan ekan, dunyoning haqiqatan hissdoshligi uyg'onib, bizga ko'ngil bo'ldi. Ya'ni masalan Kanada parlamenti 2020-yili bizni nima deb tonidi, xalqar bu Xitoy qirg'inchilik qilyotdi bu yerda deb tonidi Kanada parlamentining inson haqlari komissiyasi. Ondan keyin Pompeo, State Secretary Pompeo chiqib Xitoy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat qilyotdi dedi. UNning e'lon qilib bu yerda insoniyatga qarshi report e'lon qilib bu yerda insoniyatga qarshi jinoyat bo'layotdi dedi. Yevropadagi 20 necha davlat boshliq qo'l qo'ydi. Xitoy qirg'inchilik qilyotdi deb, bu ya'ni Uyg'urlarga zulm qilyotdi deb BDT xat sundi. Keyin 51 davlat 22-yil xat sundi. Aslında bo'lib bu yerda naytı davlatlarning diqqat qo'zg'aldi. Keyin undan keyin Yevropadagi nurg'un davlatlar bu Kanadaga ergishib parlamentdan motion o'tkazdi, qirg'inchilik qilyotdi Xitoy debchi, ya'ni genocide qilyotdi. Ya'ni Xitoyning genocide qilayotganiga ko'ra nurg'un davlatlar asosan hamdi. Asli nurg'un davlatlar to'nigan bo'lsa bo'ldi, bu ras qirg'inchilik qilayotgandikin xuddi Falastinda to'niganda. Falastinda 50-60 ming odam o'tgan bilan bizda million odam o'tiryapti yo'shirin Xitoy. Ammo biz uni dunyoning ko'ziga tiqib paketlar ochqanmidik. Ashta bo'lgankin o bizga hatto bilib tursinmi nurg'un davlatlar Xitoyning keyindan ketib qilmadi. Ammo yana shu asosan g'arb davlatlari bizni qo'llab bundan nima qildi? Bu narsa bir moral, axloqiy mecburiyetini uyg'otganligi uchun, dunyoning diqqatini tortganligi uchun bu bir simvollik g'alaba. Buningdan boshqa eng muhimi biz bir askariy g'alabaga erishamagan bo'lsakmi, ammo bu Xitoyning bizga qilayotgan bu zulmi tufaylidan chet ellarga qochib chiqqan Uyg'urlar Suriyada urush maydonida bir qurolliq qismni shakllantirdi. Asli bizning burun hech qanday bir kuchimiz yo'q. Kashkichi berib qaqning oldiga berib yig'lab biz shu bechara bizni o'ttirib ketib bordi, urib ketib bordi, qanday qilamiz bizga yordam qilsang degan bilan ashta deytdik hamdi. Qilayotgan davarimiz hozirmi shu, hozirgacha shuni deyapmiz. Ammo xalqmo bu hech qanday kuchi yo'q, bechara haqqa beriblar, men bizni qilib beray demaydi hamdi. Chaqirtib qo'ydi. U darhol bir harakat qilib bir nima qilmaydi-chu. O'zimizning kuchi bo'ldi. O'zimizning hech qanday kuchi yo'qdi-chu. Amdi Mavu Suriyadagi qurolli qism Xitoyga qarshi bir nima bo'ldi? Yaman tush demdi. Yaman tushdek bir narsa bo'ldi. Payda Xitoyga nisbatan da yaman tush bo'ldi. Bu yerda bir qurolliq bir kuchimiz paydo bo'ldi. Eng bo'lmaganda bizningmi bir o'zimizni qo'g'day oladigan bir kuchimiz paydo bo'ldi. Mayli hozir hamda u kuch saqlanib qolalamdi, qolamamdi, u ikkinchi masala u. Ammo mushada bir narsa shakllandi. Garchi bular Xitoy bilan urushga kirish fursati undan narsalar bo'lmagan bo'lsa-mu, mushta bir kuchning shaklanishining o'zimi bir simbolik holda. Chunki bizning hech nimamiz yo'qdi. Hech nimamiz ham yo'qdi. Berib 3-4 odam berib u yerga yalvurishdan boshqa hech narsa yo'q. Shunday bir xalqdik. O'zimizni o'zimiz qo'g'diqdek holimizmi yo'q? Bir qarışdığıdak halımızmı yok, şundaymi? Onda bo'lgankin bu kuchning shakllanishimi hozirgi vaqtda, ya'ni kelgusida agar bir askariy to'qinish urushlarga kirsa, u boshqa gap. Ammo hozir hech qanday bir narsa kirmagan taqdirda shakllanib qilishining o'zi ham bir simvollik g'alaba deb qarayman. Uni Uyg'urlar uchun, ya'ni biz uchun, Sharq Turkiston xalqi uchun. Undan keyin nurg'un kishilarningki mindset o'zgardi-chu. Bu mu biz uchun bir g'alaba? Nimishga desa, Xitoy bu yerda nima qildi? Burun shu Xitoy bag'oyliqi
bunu bu bütün mustamlikachilarning hammasi ishlatgan qirib o'tirib uniki xalqning ko'nglini tutib olma, ko'nglini tutib menga qarshi chiqqanlarni o'zining xalqini qo'llamaydigan qilib qo'yma deydigan bir taktikasi bor-ku. Buni Angliyami qilgan burun, ma'murlar ishlatgan Keniyada. Bu nurg'un davlatlar mustamlikachilarning jiqi buni qilgan. Xitoymi ash davomli qashta qildi. Burundan tortib ilk Mao Zedongning 5% degan bir nimasi bor. 5% odamni o'ttirib hammani biroq qilmaydi-ku bu Xitoy. Undan keyin qog'iniga yaxshi muomala qilib qo'ydi. Ular qo'pab, ash 5% odam eskiga. Asli bizga yaxshi muomala qiladi deb Xitoyning digini bo'yicha yashab berdi-ku bular. Undan keyin yana 5% o'ttirdi. Yana 5% oxirida shunday qilib tugitdi-ku. Biroq o'tamaydi bu Xitoy. Bu genoside'ni import qildi bizga. Genocide definition'ning ta'birining o'zidimi bir qismini yoki butun bir qismini o'ttirib ishlatpa. Bu Xitoy bizning bir qismimizni o'ttirib bu deganlik endi bundan keyin bizni o'tamaydi, hech nima qilmaydi deganlik emas. Bu Xitoy ashunda oz-ozdan keladi. Har 10 yilda bizni mushtaq qilib kelayotgan bu Xitoychi. Yana 5ni ko'tasi, yana o'ttirib, yana 5ni ko'tasi, yana o'ttirib. Endi mushunda qilayotgan ahvoldami bizning Uyg'urlar ay yo'q, shu to'rt odam Xitoyga qarshi chiqqachqa bizni mushtaq qo'yibdi. Asli bizni Xitoy jim yursak hech nima qilmaydi. Onun ustiga Xitoy bek kuchli. Biz bu Xitoyning ustidan g'alaba qilolmaymiz. Biz hech nima qilolmaymiz. Shunisi Xitoyni sening rost desak bizni o'tamizlar bo'ldi-ku deb men shu hayot qolsamla bo'ldi. Nimjon bo'lsam, meni mijib shu ya'ni nim deymiz? Paraliz qilib tashlaversin, o'sha paraliz yashayversin, o'sha millat mayli deb shuni qabul qiladigan, meni chaqmagan yillar 1000 yil yashasin deb o'ziga atrofidagi tuqqanlarga bir cho'ng tahdid bo'lmasilam, bu millat yo'qolib ketamdi, uning bolalari, o'ziningmi bolalari kelgusida nima bo'ladi? Masalan, hozir sen yaxshi kun ko'rayapsan, sening balangni o'ttirib o'tish mumkin, sal cho'ng bo'lganda. Sening balangning balasi Xitoyning zulmida o'lishi mumkin. Ularni qat'iy o'ylamaylar, o'zining kunini o'ylaydigan ashunda bir qism odamlarimiz bor debchi. Ümidsiz hem de. Ümidsiz. Özünün yo'qlab ketishini o'zi bilmagan holda qabul qilayotgan xalqlarda. Mushunda Uyg'urlarimiz Xitoy bilan birga yashasaq bo'ldi. Biz Xitoy bilan ittifoqlashsak, o'ttirdi ko'rik ko'paysak Xitoy bizga gap qilmaydi deb Xitoy bilan men o'ttirsak ko'rik deb mush genocide bo'lasin. Shunda chiqqan bir ishkilarimiz bor deyim. Ammo bizning xalqimiz bundalarga qirg'inchilik bo'lgandan keyin qattiq qarshi chiqdi. Mushundan mindset bo'lganlarmi jasorat bilan o'tirib chiqolmaydigan bo'ldi, yo bo'lmasa o'zgardi. O'zgarib bular zodi Sharqi Turkiston g'alaba qilmasa, ya'ni Sharqi Turkiston mustaqil bo'lmaguncha, biz Xitoydan qutulmaguncha, biz bu Xitoy bizni qirib tugatadigan degan yerga keldi. Bu xalqimiz bundalarni uriblam, og'zini ochirmas bo'ldi, ularmi unda tashviqotini qilishga jur'at qila olmaydigan bo'ldi, yoki bo'lmasa o'zgardi. O'zgarib, zodi biz mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi. Bu Xitoy baribir bizni yeydiga degan keldi. Bu biz uchun ideologiya jihatdagi cho'ng bir g'alaba. Yani bunu simbolik deyman, çünkü biz qo'limizga texi yo'g'on bir natijaga erishib bir narsa qilganimiz yo'q. Ammo bu bir ideologiyalik g'alaba. Bu Xitoyga nisbatan foydali bir ish emas uchun. Shuningga men simbolik g'alaba deb turib qo'yganim reportda. Rahmat. Ikkinchi bosqichda endi bu Sharq Turkiston mustaqillik ko'chishda bir to'xtab qilish bo'ldi deb siz albatta buning nurg'unlagan sabablari bor deb o'ylayman. Buningki qaysi sabablar tufaylidan ichki va tashqi sabablar tufaylidan bu mustaqillik ko'chishda to'xtash bo'ldi yoki astalash bo'ldi? Bo'libdi ham tashqi va ichki jihatdan. Albatta bizning ishlarimizda davomli ashunda butun xalqaro g'ulg'ulini qo'zg'agan bilan bir cho'ng natijaga erishib bir narsa bir ilgirlash bo'lmay bir mazgil qitib qilish bo'lyapti-da. Bizning ishimiz aslab ketishi bo'ldi. Bu nemishga deganda birsi xalqarалық sabab tufaylidan tashqi sabab deganimda Ukrainadagi urush, undan keyin bu G'azadagi qirg'inchilik diqqatni burayapti birsi. Chunki diqqatni burayapti, chunki bu narsa bizga eng cho'ng yordam qilayotgan Amerika shu, biz tarafda turayotgan. O Amerikaning diqqati u narsalar bilan va cho'ng ishlar bilan chechilib ketdi bu. Bir ikkinchisiga bu G'azadagi genocide, Isroil qilayotgan bu qirg'inchilik tüpeylidən o qırğınçılıqni Xitay İsrail tərəfdə tutmay shu qırğınçılıqni Falastinni qo'llab berganlik uchun musulmon davlatlar Xitoyning tərəfini tutish uchun biz tərəfdə tutmadi. Ya'ni Xitoy biz cho'nkush Xitoy bizni qo'llaydi. Falastin ishida bunda qirg'inchilik qilyapsa, Xitoyni yenimizda tutmasak bo'lmaydi deb biz tarafda tutmay, boya degandek UN'da masalan
nurg'un davlatlar biz uchun xat to'plab sunib qolganda buning ichida o'sha davlatlarning birisimi yo'q. Musulmon davlatlar asosan yo'q. Ya'ni bir qitim Turkiya va bir qitim Somali va qolgan vaqtda asosan yo'q. Bular hammasi chunki cho'ng kuch bu yerda chunki Amerika Isroilni qo'llab u yerda kichik bolalarni bombalagandan keyin bular qo'pib bizmi Amerika qarshi bo'lgan kuch Xitoy tarafda turimiz deb bizninkini e'tirof qilmadi-da, mayada biz tarafda turib qo'llab qilmadi. Shunga biz nurg'un davlatlarni, xuddi ma Falastin nurg'un davlatlarni kayniga selib ovozini o'tkazib qirg'inchilik bo'layotdi degandek bunda bir narsani qilolmay qoldik, yetishmadi-da davlatlar. Asosan g'arb davlatlari qo'lladi. Tushib ketdi, ya'ni boshda bir 51 davlat qo'llaganda bizni qo'llisi keyindilla Kuba chiqib 80 davlat bilan bunga qarshi chiqdi. Xitoy 80 davlatni keyniga soldi. Keyindilla yana bizni bu UN nima BDT'ning report e'lon qilib bu yerda insoniyatga qarshi jinoyat bo'layotibdi, biz tekshirib keldik deb boshqa reportni e'lon qilgan turukliq. Yana nurg'un davlatlar biz uchun genocide deb buni to'nigan vaqtida Pokiston chiqiblar yana 80 davlatni keyniga silib buni nima qildi-da? Bu Xitoyni qo'lladi. Xitoyda bunda genocide bo'lmayotdi deb, Xitoyning inson haqlari yaxshi deb ashunda qildi-da. Pokiston boshchilik Xitoy o'zi boshchilik qilmaydi-ki, hamma davlatni birma-bir lobbichilik qilib, mening kaynimda tursa, mening kaynimda tursam, hamma Falastin ishida sening kayningda turma deydi-da, hamma davlatlar bilan. Undan keyin asosan musulmon davlatlar mash taraf o'tib ketdi. Bizning davlat sonimiz ozlab ketdi. Selishtirsak, masalan, bular 2022-yildan tortib, masalan, bizga 51 davlat qo'l qo'ygandan tortib, Xitoy bizga qo'l qo'ygan davlatlarning soni borgansa tushib ketishga boshladi. Masalan, maqtimda Core Group asosan shu g'arb davlatlari bilan cheklanib qoldik masalanda. Maqtim Core Group deb Yevropa davlatlari qo'l qo'ydi 2025. Uningga qarshi Xitoyninki kayniga kirib Xitoyni qo'llab qo'l qo'ygan davlatlar bara ilgirlab 80 gacha ketdi. Shunami? Bizniki bo'lsa tushib ketish kutdi. Endi buningdagi bu deganlik demak bizning da'voniki qandoq to'xtab qolgani kayniga inib ketib qolganini ko'rsatdi-da, bizning natijaga erishamayotganimizni ko'rsatdi. Undan keyin nimishki bunda bo'ldi deganda Abay degandek diqqat tortilib ketdi boshqa yerga. Undan keyin bu Amerika bu Isroilni qo'llab u yerda Falastinda bunda kichik bolalarning, xalqning o'ltirilyapsa bu yerda Falastinni qo'llab deyman. Isroilni qo'lladi-da Amerika u yani bombalashgan. Qo'llagan bo'lgandan keyin bu inson haqlarining bir qimmati qolmadi. Ya'ni inson haqlarining nima deymiz credibility, obro'y tushib ketdi dedim. Chunki siz bir yerda qirg'inchilik bo'laversa, u qirg'inchilikni qo'llab berib bomba berib Isroilga. Undan keyin yana bir yerda miyada qirg'inchilik bo'ladi desang sizning gapingiz oqmaydigan gap. Amerika berib u yerda qo'llab Isroilning bombalashini, kichik bolalarni bizni berib Sharq Turkistonda qirg'inchilik bo'ladi desa Amerikaning gapini haq anglamaydigan gap. Shuna uning ustiga bizga mushta inson haqlari da'vosini, qirg'inchilik bo'ladi, bizni o'tiradi, uni quvvatadi, buni quvvatadi deb da'vo qiladigan tashkilotlarga necha tashkilot bor masalan Dunyo Uyg'ur qurultiyi bor, UHRP bor, Uyghur Human Rights Project, undan keyin Uyghur Campaign bor, yana bir tashkilotlar bor o'sha. Shularga qanchasiga pul berganini uqmayman. Anida pul berdi, anida qo'llaydigan tashkilotlar. Endi bularga u Amerikada hamda anida degani Amerikaning bir tashkiloti. U yerdan pulni bu da'vo qilsa, bularning gapi o'tamdi. Bizda faqat haq poket bo'lg'ashqila haq yo'q deganmidi nurg'un yerlarda. Ammo asosan yani shu g'arb davlatlar qo'lida bu yerda oxiri kelib inson haqlarining bir qimmati qolmay dunyoda. Taraf tutadigan siyosat o'ynaydiganlar bo'ldi. O'tasan o'tamamsa men o'zimni qo'g'dayman, sen o'tasan o'tamamsa sen o'zingni qo'g'daysan bo'lib ketdi-da shu yerda shunami? Hech kim umumiy holda hammadan masalanga asli Falastin xalqimi, butun musulmonlar xalqi, butun musulmonlar dunyoga asosan xalq hamda kuchi bo'lmanki xalqqa undaq taraf tutib qilmaydi-ku. Hammamiz degidek haqsizlikqa qarshi haqda turishimiz kerakdi. Ya unda bo'lmay hammamiz o'zimizni qo'llagan kuchning yinda turishga majbur bo'ldik. Masalan, Falastin Xitoyni tanlashga majbur. Uyg'urlar Amerikani tanlashga majbur. Shunami? Unda qilmay amal yo'q, chunki Xitoy bizga qarshi bizni genocide bombayotdi deyiklik, bizning tarafimizni tutgan Amerika. Biz Amerika tarafini tutmay amalimiz yo'q. Chunki Amerika bizda bo'lgan haqsizlikqa qarshi turyapti, bizni qo'llayapti. Boshida taraf tutishga majbur bo'lib qoldi xalqchi, hamda tashkilotlar. Aslida bunda bo'lmasligi kerakdi. Undan keyin shu nurg'un musulmon davlatlar haqsizlikni ko'rib turib Falastin masalasi tufayli bizga ko'z yumishga majbur bo'ldi. Chunki Xitoyning tarafini tutishga majbur bo'ldi-da. Ya'ni Xitoy ular uchun bir kuch. Xitoy meni qo'llamagin. Amaliyotda asli bizga o'xshash ojiz millatlar kallamiz ishlasak, cho'ng kuchlar hech qachon
bizni qo'llab hech nima qilib bermaydi. Aslida shu ojiz kuchlar birlashishi kerak. Cho'ng kuchlar degan baribir vaqti kelsa, u degan o'zining manfaati uchun ish qiladi. Amerika inson haqlari degani bilan masalan Falastinda Isroilni qo'lladi. U Xitoy inson haqlari deb u genosid bo'layotdi. Bu Falastinda o'tirib ketdi, Isroil deb Falastinni qo'llagani bilan amaliyotda bizni o'tirayotdi Xitoy, shunami? Chunki bular o'zining manfaati uchun ish qildi. Hech qachon bir u yerda bir haqiqiy inson haqlari yoki qirg'inchilikqa qarshi haq turib bir ish qilayotgani yo'q bularning. Shunga bu cho'ng kuchlar bilan biz muomala qilgandimi pek ehtiyot qilishimiz kerak yani. Endi bu deganlik dunyoda inson haqlarining butunlay obro'yi tushib yo'qlab ketdimi deganlikmi emas. Ya'ni dunyoda nurg'un isil insonlar bor. Ya'ni insonlar, ya'ni şu devletlerini yürgüzdiğen, manguzdiğen insanlar o. Şu devletlerini manguzdiğen insanların içinde mi? Nurgun, haq tuturdiğen, hakikat için küreş kılıdiğen, haq doğrusu dava kılıdiğen, bunda kırgınçılıkka, bunda zulümga karıştırdiğen insanlar var. İşlavatkan, yizivatkan, nurgun işlandı koyatkan. Şu an bu diyelik hem de bütünleyle o bu insan hakları degan narsa dunyoda ahmasib, bütünleyle ahmasib ketadi deganim bo'lmaydi. Ama acizlab qoldi-da birazcık haq. Senin gapingdan nemishga anglaymadim. Chunki cho'ng kuchlar buni qo'lga kirgizib olgandan keyin ojizlaydi-da. İşte bo'lib qoldi. Shuni bizning nemimiz bir mezgil bizning davomi uchun ojizlab ketdi. Endi buni o'zimizda bor. Ichki sababchi. Ichki sabab nemishga o'zimizda bor deyman deganda, bizning tashkilotlarimiz bütün şu Şarkı Türkistan halkının arzusu vekillik kıldığı bir teşkilat mı çıkanmadı? Yani, ondan keyin bu işki cihetki gözü görünüp pul ilip yani fondu var, resursu var teşkilatlar. Ula kıvatkan dava, mesela Amerika'dan yoki başka yerden pul alıp kıvatkan teşkilatlar özünün teşkilatıdaki şu projekti, şu missionsi üçün de iş kıldı. Başka çoğun devletçilik seviyesi yani Şarkı Türkistan halkının, bütün halkının arzusu vakaletçilik kıldığan bunda bir çok tipti kılanmadı da birleştirip. Onun için bu teşkilatlarımı gözü görüngen çoğun teşkilatlarımızdaki nurgulları içindeki skandal tüpeylidin, içinde çıkan resvaçılıklar tüpeylidin, işpiyonluk vakalar tüpeylidin. Mesela Dilşat Reşit tutuldu. Dünya Uğur Kurultayı'nın içindeki bir işpiyon nurgun halklar guman kılıp nurgun kıtım Dünya Uğur Kurultayı'nın eskersi mi? Bu işpiyonu çıkarıp etmeyendi. Ahırı Sweden hükümeti tutkandikin çıkarıp etti. Şuna o bayanat verim. Köz cümde. Çünkü teşkilatların içindeki çiriklik, onundaki skandal, muşundan nesler teşkilatlarının obro'yini töküvetti, acizlik etti, bizden kıvetti bir yerde için. Şu biz neylik bir yoklu bir halga keldik hazır için. Aşında oldu, bir tenge ağızsız bir halkara mı obro'yu mu? Kayta tiklenemen deysi mi? Halkara fakat mı biçare kakan başka amal yok. Bu teşkilatlarını demesek mi, bu adamlarını demesek mi bunu için. Ayadaki biçare izlivatkan halkını deyli de aşını közde tutup yardım kılıdı. Yoki özünün menfaatiga bizni ko'z qilish uchun yordam qiladi. Aşında yordamlarni qilyapti, lekin bizniki shu tashkilotlarimizniki shunda halqiliq paytda, shunda qirg'inchilik bo'layotgan vaqtda rasvo bo'lib kredibilitening tushib ojizlab ketishimi biz uchun bir cho'ng nimdaymiz. Bu da'voninki ojizlab to'xtab qilishi sabab bo'ldi. Chunki buningda Xitoyning qo'li bor. Ya'ni yo'q deyamaymiz. Chunki Beijing bunday ishlarni qiladi. Yani bu diğerlik yaptılışat işpiyon emasdi o Xitayning o'yini deganim emas yoki dunyo huquqining ichida chiqqan skandal Xitayning o'yini yag'an gap bu yoki boshqa yerda chiqqan skandal Xitoy o'yini deyamaymiz. Ammo Xitoy shunday o'yinlarni o'ynaydi, biznikilar shu yamchikka keldi degan gapchi. Shuna bizning o'zimizdami bor deganim shu. Bizningki tashkilotlarimiz shunday bo'lib ojizlab ketdi ichidagi ishki narsalarimiz. Onun için pul ilib bir mablag'i bor. Başka yerden, başka güçler, mesela qo'llayotgan, fondalaydigan tashkilotlar unda bo'lib ketdi. Başka kuchi bor, fondanmay haqiqiy vatanparvarlik bilan ish qilayli deydigan tashkilotlarning unda resursi yo'q, puli yo'q, berdigan nimasi yo'q, deymiz, ishlatadigan odamlari yo'q maosh yurib. Unda bo'lganki ular ojiz, qo'lidan ish kelmaydi. Shuning bilan bu bizningki tashkillashish, ya'ni institution qurumsallashish demdi, Uyg'urchada. Kurumsallaşış ahvalimiz bir krizis içinde hazır. Dokladda siz Şarkı Türkistan görüşü bilen bu Falastin halkının görüşünü bir seliştirme aletinde bir yazıp dikensiz. Bunu bir düşündürüp bergen bolsunuz, rahmet. Şarkı Türkistan halkı bilen Falastin halkının görüşünü dokladda seliştirdim çünkü
bizga munosabatlik bo'ldi. Xitoy Falastinni qo'llab, Amerika bizni qo'llayotgan ahvol ostida, uning ustiga ikki elimiz musulmon, bu yerda bizningki Falastin xalqining manfaati bilan bizning manfaatimizning bir manfaat to'qinishib qoldi-ku bu yerda. Tushunami? Asli har ikki elimiz ezilayotgan xalq bo'lgandan biz birlashishimiz kerakda. Ya'ni xalqlarning birlashadiganlar bor, qo'llaydiganlar bizni. Ammo bu nima deymiz? Tashkiliy, ya'ni umumiy masalada Falastinmi baribir Xitoy tarafda turdi, biz tarafda turmaydi, chunki Xitoy ularni qo'llayotgan. Bizmi baribir Amerika tarafda turamiz. Unda deganlik Falastinni turmaymiz deganlik emas. Biz Falastin tarafda turmaymiz, Isroilning yog'an qilayotganini demaymiz. Chunki ko'zimizning oldida bombalar atqani rost qilyotdi, ammo ularni qo'llab, ular uchun bir cho'ng ishni qilib bermaymiz. Chunki birlashib bir narsalarni qilib ketamaymiz. Chunki ularmi baribir biz uchun hech nima qiliqliq emas. Hatto ba'zilar chiqib Falastin xalqininki bizni qo'llaganlari bor, ammo tashkilotlar hech qachon chiqib Xitoyga qarshi bir gapni qilmaydi bu yerda-chi. Bizningmi chiqib u yerda Amerika qarshi bir gapni qilmaymiz. Mumkin emas, chunki bizni qo'llayotgan Amerika. Ammo Isroil emas, Isroil boshqa bir narsa. Bombalagan Isroil. Ammo Amerikaning yordam qilganini bizmi to'g'ri deb qaramaymiz, ammo biz chiqib Falastin tarafda turib, ya'ni bizning xalq chiqadi, ya'ni chiqqanlar bor. Nima deymiz? Bu Amerikaning xato, undaq-mundaq deb biz yana shu haqda turdik, xatoligini men hozir deyapman, mana Amerika inson haqlarini mendaq qilg'ashqa inson haqlarining obro'yi qolmadi deb. Biz haqda turyapmiz. Falastinliklar texnik unchilikmi qilgani yo'q. Xitoy undaq qiladi, mendaq qiladi deb biz uchun so'zligini yo'q-chi. Shuna bo'lganligi uchun bu nayt munosabatli bo'lib qoldi bizning ishimiz. Shunga bu reportda selishtirdim. Selishtirganda men bu Falastinlikniki historical fact, ya'ni tarixiy faktlar bilan bizning tarixiy faktlarni selishtirdim. Bularmi settler kolonializmning ostida, bizmi settler kolonializmning ostida. Ya'ni ahvolimiz pek o'xshaydi. O'xshashda. Ammo legal, ya'ni qonuniy jihatdan legal statusni, qonuniy o'rnimizni, qonuniy jihatdagi o'rnimizni selishtirsak, Falastin bizdan jiq oldida. Jiq ilgirlashga erishdi. Şu an biz bu Falastindan ugundiganlarimiz va selishtirdiganlarimiz va deb shuni selishtirdim reportda. Chunki Falastin boshda bir legal, ya'ni mashru entitisi chiqara oldi Falastinchi. Bir mashru tashkiliy organizationni kirgizali deb ekonomik nimasiga BDTning u yerga vakil bo'lib kirdi. Undan keyin observer bo'lib kirdi-da, o'sha entity bir observer organ bo'lib, tashkilot bo'lib kirdi. Undan keyin asta-asta yana vote berib nurg'un davlatlarning qo'llashi orqali observer state bo'lib kirdi, ya'ni. Observer state degan kuzatuvchi davlat bo'lib kirdi-da, rasmiy davlat emas. Endi maqitimqi qirg'inchilikdan keyin nurg'un davlatlar, Kanada, g'arb davlatlarimi bor, buning ichida nurg'un g'arb davlatlarimi bor. Bu Falastinni mustaqil davlat deb tanidi. Bu Falastinga bir simbolik qalba, lekin bu mustaqil davlat Falastin deb tanidi. Undan two state solution, ikki davlat qilib hal qilish kerak bu yerdagi masalani deb to'nuqliq. Ya'ni mushunchalik keldi. Hozir bu peace nimasiga kirib, bu yerdan nima bo'ladi? Sözleşme bo'ladi. Sözleşme bo'lib, bular mustaqil bo'ldigan yerga kap bo'laydi deychi hozir. Ammo bizninki unda sözleşme bo'lish tugul, texi bizninki kimligimizmi xato hal qaradi. Bizga xatolar Xitoyning yo'li bo'yicha ta'bir beraylik. Masalan, China is minority. China'dagi oz sonliq millat, Xitoydagi oz sonliq millat deyilik. Undan keyin bizning davlatimizning yerini to'g'ri atamagliq, BDT'dimi shunda Xitoy xap bo'ldi deb Şinjan deymiz bu yani. Uyghur region deymiz. Şarkı Türkistan desek bo'lmaydi desa bizning Uyg'urlar ma'qul deb berdi. Unda deb ma'qul deb bersak biz o'zimizning xato kimligini o'zimiz e'tirof qilib, ammo shunda desang bo'ladi deb berganlik bo'ladi haqiqatdan. Ammo biz shuni biz bunda demasak bizni gap qilg'izmaydi, gap qilib olaylik deblam ma'qul deb deymiz-chi, bizning odamlarimiz ashdan. Shuningga bizni hatto Amerikaning statesmenlari, kongressmenlari bizni qo'llayotganlar bor. Sam Branswick bir odam chiqib dedi, ism to'g'rimi, to'g'ri qoldimi, to'g'ri qolmadimi hozir bilmayman. Sharq Turkiston deyish kerak bu, ya'ni bizni bilmagansan mustamlik qilding bu, ya'ni ismini demay nimishga Şinjan deysan deb dedi ya, shu maqol chiqdi. Shunda deb bundan keyin bu yerning ismini Sharq Turkiston deymiz dedi.
Aşta deb asta-asta şu yer kelyapti. Bizni qo'llaydiganlar, deydiganlar bor. Ammo o'zimizning odamlari Xitoynikayni kirib demaysa degan yerda ma'qul deb demayotganligimiz bor-da. Hatto bizni bu gap ko'ngilga ketmasin. Indigenous danglar desa ma'qul deb indigenous deb reportni yozdi-chu bizning tashkilotlar o'z vaqtida. Shu bu biz o'zimizning kimligini, bu o'zimiz anglitishimiz, o'zimiz tikilishimiz kerak. Bir odamning ismini boshqasi deb qo'yib bermaydi. Hech qanday haqqi yo'q birisining ismini birisining qo'ydigan. Özümüzün ismini özümüz koymuyoruz. Ben mesela Nicat siz isminizin başka birisi Toxtaxun ya Samitaxun deb çağırmaydı ufkam. Şuna mı? Sizin isminiz Nicat onu özünüz koygan başka birisi gibi koyup vermeydi. Şuna bu Şarkı Türkistan halkının kimligini mi? Özümüzün ismini özümüz koyuş gerek. Hazır Xitay bizning ismimizni koyalım. Bu yer Şinjan. Xitayning ayrılmaz bir kısmı. Bu Uygurlar degan minority. Xitoydagi minority deydi. Ay u ya Xitoyning bo'lmasa, biz Xitoyning ichiga kirib qolgan xalqma Xitoydagi minority bo'lgan. Xitoy bizga kirib oldi. Shundaqmi? Bizning ichimizda Xitoy. Biz kirib olmadik Xitoydagi minority bo'lganga. Aşta Xitoydagi asonliq millat. Undan keyin buni shunda biz buni medialarda to'liq deb tushirib netchilning yog'i tirnoqning ichiga Sharq Turkiston deb yozadigan medialarda. Bizni indigenous demaydigan Onundan keyin aşında bir yerlarga aran akeldik. Akelsak yana texi ama davlat ichidagi official yerda yana akilarligimiz yo'q. Masalan Turkiyadagi official amaldorlar gap qilgan vaqtida davomli Xinjiang bölgesi deblam Xinjiang bölgesi deblam gap qildi. Boshqa davlat amaldorlari mu Xinjiang deb turib gap qildi. Hozir Amerika texi anchimchi abay dedim go, nimalar kongressmenlardan bir nechasi chiqib biz tarafda turibmalar demaslik kerak deb qo'yadi. Inshaalloh cho'qim Sharq Turkiston deydigan holatga akilishimiz kerak o'zimizning kimligiga. Undan keyin bu Xitoy qo'yib qo'ygan narsa bor. Xinjiang Uyg'ur avtonomiya rayoni debchu. Amaliyotda yo'q avtonomiya hech qanday bamiga avtonomiyani shu ism bilan Xitoy bizga qo'yib qo'ygan ism bilan atayapti-da. U bizning kimligimiz emas. Demak bizningki bu yerda u Falastinchilik unda bir BDT'ning ichida haqiqiy o'zimizning salohiyati bilan o'tdag'ida katta kuzatuvchi davlat degidek bunda salohiyatga erish oyoq tursin kimligimizmi to'g'ri e'tirof qilinmayapti dunyoda. Biz Falastinda BDT'ning ichiga o'zimizning to'g'ri kimligi bilan kirib o'tamisak, Xitoyning ichidagi kimlik bilan kirib o'tsasak, biz bu Xitoyning mustamlikidan qutulolmaymiz. Bu hech qanday huquqimizni ololmaymiz biz Xitoydan. Mumkin emas bu odat inson haqlarini ololmaymiz. Chunki Xitoy unda inson haqlarini beradigan unda bir davlat emas. Demokratik bir davlat emas bu. Yanlış adamni turkishlagan. Xato yerdan talab qilyapmiz ma inson haqlarini uchun. Shuningga u unda inson haqlarini e'tirof qiladigan bir davlat emas u Xitoy. Bu yerdan shu u yerga kirib o'tirib inson haqlari deb ko'tildigan bilan u Xitoymi bermaydi. Bizmi uni hech qanday huquqimizni ololmaymiz, ammo shunga biz bosh qildigan ishimiz kimligimizni to'g'ri e'tirof qildirishimiz kerak dunyoga. Biz kim? Bizning ismimiz nima? Biz bu yerning ismi Sharq Turkiston. Xitoy tarafidan besib olingan, mustamlik qilingan zamin. Bu yerda Uyg'ur va turkiy xalqlar Sharq Turkistonning nation, ya'ni bu yerda yashaydigan nation bular. Öz vaqtida Sharq Turkiston nation state bo'lgan, Xitoy atak qilib 1949-yil bu yerga kirib besib olgan. Bu zamin besib olingan zamin. Bu davlatning ismi Sharq Turkiston, bu yerni besib olgan. Biz davlatimizni qaytarib kelishimiz kerak. Ya'ni tajovuzchining qo'lidan qaytarib kelishimiz kerak deb bunday shaklda biz to'g'ri shaklda o'zimizning kimligini to'g'ri anlatishimiz kerak. Bunda bo'lmasa, avval o'zimizning kimligi to'g'ri bo'lmasa, boshqa davoni qilishimiz mubahtas bo'ldi. Shuningga shu sababdan men Falastin bilan selishtirdim. Mushunda nima qilish orqali biz ya'ni BDT'ni bu Xitoyning butunlay Xitoyning qo'lida unda hozir masalan Xitoyning inson haqlari komissiyasining BDT boshlig'i 2024-26gacha shu saylandi. Shu davlatlar qo'qab Xitoyga yaloqchilik qilib Xitoyning tarafini tutib qildik ya bu yerda nurg'un davlatlar. Uni ustiga setib olgan Xitoy bu davlatlarni. Masalan Misr nurg'un o'quvchilarni qaytarib berdi. Saudining nima Muhammad bin Salman mı Prens shu berib Xitoyni to'g'ri qilyapti, xato qilmadi dedi, bizni toza o'ttirib qo'ydi berib. Bu davlatlarni bu shu ushaq davlatlarni Global South tamdoq. Shu yerdagi davlatlarni asosan Xitoy setib olib economic incentives, iqtisodiy motivation bilan da setib olib ularga sen bil savdo qilaman deb savdo orqali. Birinchi sharti shu. Sharq Turkiston demaysa, bir Chaynani e'tirof qilsa, Uyg'urlar
bu Şinjan degan yer Sharq Turkiston emas, bu yer Xitoyning azaldan bir qismi. Bu haq bu yerning hech nimasi emas deb bizni yo'qlab bir narsaga chiqarib mishaydik. Osonliq millat bularniki hech qanday bir huquqi deb sendiga uchirmadi. Sen bu ishni e'tirof qilsan, undan keyin biz qolgan narsaga qo'l qo'yamiz, manchilik mablag' solamiz, anchalik mablag' solamiz degandan keyin O'zbekistonmi shu? Masalan, Qozog'istonmi shu, Qirg'izistonmi shu? Hammasi ma'qul deb avval shu narsaga qo'l qo'yib, bizni setib, undan keyin Xitoydan oladiganini ilib, yeb, oxiri o'zining davlatining nima bo'lganini bilmay o'tiribdi, Xitoyning cho'ntiga uchib bo'lag'lik hammasi. Shunga bu yerda shu biz o'zimizning hozir qanday qutuldiramiz? Endi biz qutuldirolmaymizki, bizning ishimiz tugabdi, bo'ldi deb tashlaytamdi. Yo'q, undaq tashlayotgan bo'lmaydi. Biz texi o'lmadik, biz texi tugamadik. Biz texi Uyg'urlar butunlay bu dunyodan yo'qolib ketgani yo'q. Bolalarimiz bor, yashaydi, shundaqmi? Bolalarimizni bak yaxshi tarbiyalaymiz, kulturimizni saqlab qolamiz deymizkan, bu nimaga saqlab qolsizlar? Vatanni qo'lga olamisak, vatanning siyosiy davosini qilishni xohlamasak, saqlab qilib ketaveramdik. Nima uchun saqlab qolamiz biz o'zimizni, shundaqmi? Chunki biz odamdek yashash uchun saqlab qilishimiz kerak. O'sha bolalarning kelgusi bo'lish uchun, o'shalarning yo'qolib ketmasligi uchun saqlab qilishimiz kerak. U kulturni saqlab qolganga Uyg'urcha gap qilib, Uyg'urcha kiyimlarni kiyib yurganga sizning huquqingiz bo'lmasa, sizningki bir qimmatingiz bo'lmasa, o'zingizning davlati bo'lmasa, kuchingiz bo'lmasa, u narsalar birdan ming saqlab qolganingizlarmi Uyg'urcha gap qilib, Uyg'urcha do'ppilarni kiyib yursangizmi, bishtin bo'lsiz siz uchun kuchingiz bo'lmasa. Shuningga biz kallamizni silkitib saqlab qolamiz. To'g'ri, bu degani hamda biz kulturimizni saqlamaymiz deganlik emas, buni munda tarjima qilamiz anglag'uvchilar. Saqlab qolamiz. Buni saqlash bilan birlikda siyosiy kimligimizni saqlashga ko'ngil bo'lishimiz kerak. Abay deganimdek, bizning bir yer borganda biz kim o? Bizning xalqni boshqacha bir shaklda Xitoyning sizib qo'ygan sizig'i chemberiga bo'yicha otishiga ruxsat qilmasligimiz kerak. Biz xohlab, masalan, indigenizm degizmidik biz. Demaysa biz unda emas, biz o'zimizga unda ta'bir berganimiz yo'q deb. Report yozdik, masalan, bizning tashkilot satni maxsus report yozdi. Agar kim 2021 yozdimmi u reportni nechat. Kim bizni indigenous people deb bir ayaga chiqarsa, shaqqida shu reportni yo'llaymiz. Shu dokladni yo'llaymiz-da. Bizning xalq ma'ni xohlamaydi. Mana doklad deb qarshi turamiz. Ya biz bunda qarshi turishimiz kerak. Buni qig'izmasligimiz kerak. Bu shu kimligimizni to'g'ri tiklab kirgan vaqtimizda undan keyin ikkinchi qadamni shu kimlikka asosan basa olamiz. Chunki siz kimligingizni bilmasangiz, nima ish qilishingizni bilmaysiz degan gapchi. Temadan chatnab ketdim bu Falastinni selishtirdim deb. Oxirida dokladda bir nayt yaxshi tekstlarni berib ekansiz. Bu albatta xalqaro jamiyatga bergan tekstlarimiz uni ko'rvas bo'ldi. Nayt yaxshi tekstlar. Uyg'ur tashkilotlariga qilgan bir necha tavsiyalaringizni berishkin deb beramiz, o'rtoqlashamiz. Hozir u tavsiyalar men qarab 6 tavsiya o'tirib qo'ygandim, ammo hammasi esimda yo'q. Ashning ichidan bir shikini tanlab beray, men ilib uchun. Qaysini deyishni qolmay ketdim hozir. 6 tavsiya xalqaro jamiyatga, xalqaro dunyoga 6sini Uyg'ur tashkilotlariga qo'ygandim bu. Bunun ichida birinchi eng muhim deydiganim Uyg'ur tashkilotlarining ichida men bir ikki tavsiyamda ya. Eng muhimi deydiganim Sharq Turkistonning tashkilotlari legitimate, ya'ni meşru bir tashkilot o'ttirib chiqish kerak. Hozir bizning tashkilotlarimiz necha tashkilot bor. Abay deganim hammasi o'zining missionsi, o'zining tashkilotining projekti uchun ish qilib yurdi dedim bu. Bu deganlik meşrumu emasmi deganlik bo'ldi. Xalqaro sizni bir yig'inga chaqirib, bir yerga o'tag'izib qo'ysalar, siz meşru bo'lgan bo'lmaysiz. Meşru degan nima deganning aniqlamasiga yetish kerak bizning xalqimiz uchun. Uningdan keyin qanday tashkilot meşru ekan, qanday tashkilot meşru emas ekan, onundan keyin kimni qo'llab, kimni qo'llamaslikni biladi. Bo'lmasa 10 odam A tashkilotni qo'llayotgan, 20 odam M tashkilotni qo'llayotgan, xalqimizmi paramparcha tashkilotlar bilan biladi. Shunga bu yerda qanday bo'lsa meşru bo'ldi deganni clarify qilish kerak. Nihoyatda aniqlab o'tish kerak. Meşru deganni xalqning meşru bo'lish, bir tashkilotning meşru bo'lishi uchun bu tashkilot cho'qim Sharq Turkiston xalqining milliy orzusiga vakillik qila olishi kerak. Ya'ni masalan Sharq Turkiston xalqining milliy orzusi biz Xitoy bilan yashay olmaymiz, cho'qim mustaqil bo'lmasak bo'lmaydi bo'lsa, bu orzuga vakillik qilgan bo'lish kerak bu tashkilot. Agar Sharq Turkiston xalqining orzusi, yo'q bizga shu avtonomiya yetadi.
Mustaqil bo'lish orzuyimiz yo'q. Bo'ldi, bizga bir azroq haq huquqlarimizni bersalam bo'ldi desa, undan so'ng shu tashkilot mashru. Butun xalq shunday degandan keyin shu arzuga vakillik qiladigan tashkilot mashru. Shunami? Shuni qo'llash kerak. Shuningga bu butun xalqning orzusi nima? Butun xalqning, bu yerdagi Sharq Turkiston xalqining yuragida orzu qiladigan narsasi nima? Shuningga vakillik qilish kerak. Uningga vakillik qilmasangiz, vaqti kelgan vaqtida xalq sizni xohlamaydi. Vaqti kelib hozir ashada bir urush bo'ldi, Sharq Turkiston bir ciddi yani bir halkılık bir holatga kirdik deyli. Shunda vaqtda sizning o'ttirg'i chiqargan tashkilotingizning burundan qilib yurayotgan ishi yetmoqchi bo'lgan nishoni, masalan deyli bizning xalq mustaqil bo'lishni orzu qiladi. Butun xalqning orzusi mushu deyli. Mushu davatgan ahvolda bir tashkilotni biz qo'lladik. Mushu ish qila oladi ekan, mushuning kuchi bor ekan, mushuni butun davlatlar qo'llaydi ekan, cho'ng davlatlar qo'llaydi ekan deb bir tashkilotni qo'lladik deydi. Halqiliq payti kelganda u qo'llagan tashkilot, masalan, u qo'llagan tashkilot xalqning orzusiga vakillik qilmaydigan, faqat inson haqlarini qildigan yoki Xitoy bilan kelishib bizga huquqlarimizni bersin deydigan bir tashkilot bo'lsa, shu nishon uchun ketayotgan tashkilot bo'lsa, u vaqtida halqiliq payt kelgan vaqtida xalqning orzusi bir yerda qilib, tashkilot orzu uchun ish qildi degan gap. Xuddi o'z vaqtida Ahmadjon Qosimiylar 11 bitim qo'l qo'ygandek bir ishlar bo'lib ketib qolsa, Alloh saqlasin-da, unday bo'lmas, qaytlanmas. Ammo ashta bo'lsa, u vaqtida xalq qarshi chiqdi. U vaqtida ishga urush chiqdi. Qalayimqanchilik ash vaqtida chiqdi. Birisi qo'pib, ya'ni buning ichida bor, ya'ni birisi qo'pib cho'qim shariat davlati. Voy sen shariat davlati qurma desang, shariat davlati qurish sening arzuyingmi yoki butun Sharq Turkiston xalqining? Butun Sharq Turkiston xalqi shuni qo'llamdi. Ya bir davlat qurish uchun shu davlatni yashayotgan butun xalqqa vakillik qila olishing kerak. Shariat davlati bo'lib Arabistonda butun xalq arab yoki hammadan musulmonmi yoki hammadan shariatni qo'llaydigan xalqmi uning ichidagi-chi? Ma'ni bilish kerak. Agar unda bo'lmay, yo men shariat davlati qurman deb o'zing qursan, u vaqtida shariat davlatini xohlamaydigan xalqlarga, Sharq Turkistondagi ashta xalqlar bo'lsa, uningga bir bosqinti bo'ladi. Uningdagi ular qarshi chiqadi, u yerda civil war chiqadi. Masalan, sekulyar davlat quramiz deydiganlar bor. Sekulyar davlat quramiz deydiganlarga shariat qurdim deydiganlari qarshi chiqadi. Shunga bular bir o'tir yo'lga kelish kerak. Tushunami? Bu butun xalqning orzusiga vakillik qilgan davlatchilik degan shunda bo'ldi. Davlatchilik degan u o'zingning ideyasiga mos keladigan odamni ham o'z ichiga olmaysa, davlatchilik degan sening davlatingda har xil ideya, har xil odamlar yashaydi. Hammasiga vakillik qila olishing kerak sen, tushunami? Bunda bo'lmaganda buningki mashruligi bo'lmaydi. Shunga bizning Uyg'ur tashkilotlariga qo'yadigan tavsiyam meşrulikning nimaligini tushunish kerak boshda. Meşrulikning nimaligini tushunish deganda xalqning orzusiga vakillik qila oladigan bo'lish kerak. Xalqning orzusiga vakillik qila olish bilan birga shu xalq tarafidan e'tirof qilingan bo'lish kerak. Ya'ni e'tirof qilinganda, tonilganda siz meşru bo'lgan bo'lasiz, ya'ni legitimacy bo'lasiz. U xalq sizni e'tirof qilmasa, qo'llamasa, tonimasa, meşru emassiz. Masalan, nurg'un tashkilotlarimiz bor. Biz butun Sharq Turkiston xalqining surgun hukumatga o'xshash. Biz Sharq Turkiston xalqining butun Sharq Turkiston xalqining orzusi mustaqillik. Biz shu orzuga vakillik qiladigan birdan-bir, ya'ni surgun hukumat bo'lgandan keyin biz vakillik qilamiz, shunga biz mashru deydi. Ammo surgun hukumat 5 parcha. Qanday vakillik qildi ular? 5 va surgun hukumatning birsi emas. Vakillik qilib, orzusiga vakillik qilgan, lekin xalq qo'llamaydi-da uni. Surgun hukumatni qaysini qo'llaymiz, bu yer 5 hukumat tursa deydi. Şuna bu başqa bu 5'ini yo'q qolgan 4'ini yo'q qilib, surgun hukumatni bijdal qilib, miyag vakillik xarakteriga akilayli deb 60 tashkilot birlashib qilayli desak, uni o surgun hukumat ilqi nima deymiz? İçideki güvensizlik, o'ziga ishonmaslik, ya'ni huquqni tatib olamdi, bular bizni qalayimqon qilam degandek, unga ichidagi qalayimqon odamlar sabablari tufaylidan buzyapti buni-chi, shunami? Unda olsa sen Sharq Turkiston xalqining orzusiga birdan-bir vakillik qilaman deb chiqib bilan, Sharq Turkiston xalqining orzusi mustaqillik deganing bilan, lekin seni xalq qo'llamasa, butun xalq hozir surgun hukumatni qo'llamda, nurg'un xalqlarni hozir tashkilotlar ham qo'llamaydi. Shaxsan men qo'llamayman masalan. Nima ish ketsa u yerda hukumat bijdal emas, dashi bor. Shunga bu ilqi qo'llamayman emas, ilqi tonishmi muhimchi? Tonimisangiz mashru bo'lmaysiz. Sharq Turkiston surgun hukumatini o'zimizning Uyg'urlari o'zimizning hukumati deb toniydigan Uyg'ur bek az hozir. Unda chiqamas. Bular buni tushunish kerak. Toniydigan olg'a akilayli desak, aşağıda bu ishlarni endi bilmaymiz, ichida balkim
bu təşkilatların içində adamlar barmı, Xitayның oyunları barmı, buzulub ketdi bu iş. Aşta bo'ldi. Shuningga bu birsi bu meşru bo'lish uchun tashkilotlarga qo'yadigan talabim meşru bo'lish kerak Uyg'ur tashkiloti. Onundan keyin butun xalq tarafidan qo'llashga, xalqning tunishiga erisha olish kerak. Bu bizning o'zimizning ichidan xalq tarafidan qo'llanib, tunilib, meşru bo'lgandan keyin, undan keyin xalqaro sahnada meşru bo'la olasiz. Ma'ni xalq qo'llaydi. Xalqning orzusi mushu, mush tashkilotni e'tirof qiladi deb xalqarami u tashkilotni e'tirof qiladi. Endi unda bo'lmagan ahvol ostida u qanday e'tirof qiladi? Masalan, Dunyo Uyg'ur qurultayimi men birdan bir vakili deydi o'zini, shunaqmi? U birdan bir vakili deb yozgan narsasi bor burun ko'rgan. Sharq Turkiston xalqining. Sen birdan bir vakili bo'lsang, Sharq Turkiston xalqining butun orzusiga vakillik qila olamsan. Masalan, Dunyo Uyg'ur qurultayi Sharq Turkiston xalqining orzusining nimaligini, nimaga yetmoqchiligini aniq yozig'liq emas. Medialarga öz taqdirini o'zi belgilash deydi burun. Nurg'un medialarga işte degan xalqning orzusi degan so'raganda Dunyo Uyg'ur qurultayining liderlari shunday javob bergan. Lekin bu external self determination mu tashqi jihatdan, ya'ni tashqi jihatdan self determination deganda o'z taqdirini o'zi belgilash-ku, bu o'z taqdirini o'zi belgilash deydi Dunyo Uyg'ur qurultayi. Bunda deganda tashqi jihatdan degani mustaqillik degan gap shu. Sharq Turkiston xalqi Xitoy bilan birga yashamaydi, ayrim mustaqil bir davlat bo'lib yashaydi, Xitoy bilan birga yashag'isi yo'q degan gap. Tashqi jihatdan o'z taqdirini o'zi belgilash degan. Ichki jihatdanmi deganda, u ichki jihatdan o'z taqdirini o'zi belgilab, ya'ni bir avtonomiya shaklida, ya'ni bir huquqlarimizni elib yashaymiz degan ma'noda. Buni hech qaysini aniq demedichu Dunyo Uyg'ur qurultayi. Bu tashqi jihatdan o'z taqdirini o'zi belgilashmi yoki ichki jihatdanmi? Unda demaylar o'z taqdirini o'zi belgilash deblam qarorni kelgusidagi referendumga qo'yib qo'ydi masalan. Chunki masalan qanday shaklda qilganini, qarorni nim bo'lganimizni, nega yetishimiz kerakligimizni kelgusidagi referendumga qo'yib qo'ysak, biz hozir qanday harakat qilamiz? Biz nima ish qilamiz deb harakat qilamiz. O vaqtida biz nima bo'lganimizni, nega bordig'ini, siz nega bordig'ingizni bilmaydigan odam qaysi yo'ldan menishni bilmaysiz. Avval bir nega bordig'ingizni bilsangiz GPS'da. Bunda bir yer bormoqchi bo'lsangiz, mashina GPS'ni kirgizsangiz, bunda xaritani ko'rsatadi shunaqa, shu yo'ldan mangsiz. Ammo u nega bordig'ini bilmay, buni kelgusidagi referendumga qo'yib qo'yib qarorni. Bu o'z taqdirini o'zi belgilaydi, qanday belgilaydi, nima belgilaydi, buni shu vaqtdagi xalq qaror berdi deblam uni biz hozir ichimizdan biz mandayaga kelishimiz kerak. Buning uchun mama hozirliklarni qilishimiz kerak deb shu hozirlikni o'zimizni tayyor qilmasak, faqat tashkilot sifatida tashkilot o'yini o'ynabla ketaveramiz. Hamma tashkilot men birdan bir vakili debchi o'zini. Hech qaysi tashkilot nim qilmaydi bu yerga, bir yerga bir kuch bo'lib kelanmaydi. Chunki bir agar butun Sharq Turkiston xalqining orzusi mustaqillik bo'lib, Xitoydan ayrilib emas, o'zimizning davlatimizni qaytarib olish bo'lsa, o'z vaqtidagi Sharq Turkistonni zaminimizni qaytarib olish bo'lsa, u yerga yetish uchun biz hozirdan boshlab davlatchilik vision bilan tashkilotchilik qilishimiz kerak. Yani davlatchilik vision deganda sen o'zingning tashkilotini o'ylamaysan bu yerda. Davlatchilik vision bilan deganda shuningga tayyorlik qilsa, askariy kuchni bilan siyosiy kuchni, iqtisodiy kuchni qanday bog'lab butun xalqninki tashkilotlarni qanday bir ekilma degan narsani qilsa. Shuningga bu bek muhim. Endi yana bir tavsiyam Uyg'ur tashkilotlari qo'ydig'im. Bu biz masalan boya dedim inson haqlarini davosini qilayotgan tashkilotlarmi bor dedim. Ammo inson uni ta'kidladim, inson haqlari butunlay bu dunyoda o'lgunimi yo'q. İnsan haqlari yana davom qiladi dedim. Lekin ojizlab ketdi dedim. Bu kredibilite tushib ketdi dedim. Ammo shunday tashkilotlarimizmi bor? O tashkilotlarimizmi voy bu bizga inson haqlari kerak emas deb butunlayla chetga qo'yadigan ish emas. Chunki humanitarian crisis naslada u parallel o'zining uning roli bor. Ba'zi hollarda uning roli bor. Rolini apmenish kerak umuchi o'zining ish qiladigan ishini. Onunki shunga bizningki bir tashkilotlarimiz bir kuch bo'lib uyush kerak chiqmadi ham, ya'ni o'xshash gapni dedingiz Ruqiya xonim, hammamiz bilamiz, shu bizda bir kuch chiqmayotdi o'tirga deydi bizning xalqimiz. Ammo bizning tashkilot, mayadima tashkilot rahbarlariga da'vatqanim uchun men gapni yana ta'kidlashga to'g'ri keldi. Bizning tashkilot rahbarlarimiz cho'qim kallasini silkib bitib, kesishadigan yerlarda kesishib hamkorlashish kerak.
butunlay reject qilmaslik kerak, bir-birini butunlay chetga qiqib bir dushmandek ko'rmaslik kerak. Xatoligini birisining o'ttir bir tashkilotning xatoligini men bundaq qilyapti deb o'ttirib qo'ysizlar, ha bu bizni qo'llamaydigan dushman deblam. Bu Xitoydek bunday muomala qilmaslik kerak. To'g'ri, sen bilan bir yo'lda mangmayman, nurg'un narsalarım, fikrlarim o'xshamaydi. Lekin ma ishda o'xshaydi ekan, birlashaylik deyalaydigan, bir dialog qura oladigan bo'lish kerak-ku. Buni qilmaydi. Ma bizning tashkilot rahbarlari millatni, ma xalqning taqdirini o'ylasanglar, buni qilishinglar kerak. Ana buni qilmasanglar, sizlar ma tashkilotlarga vakil bo'lguchilikmi, lider bo'lgudakmi salohiyatinglar yo'q. Chunki sizlar shaxsiyatinglardan kechamgan insonlar. Shaxsiyatinglarni, o'zinglarning egosini birinchi o'rin qo'ygan insonlar. Buni egodan o'tib ketgan vaqtida, buningdan kechgan vaqtida uningdagi millatning manfaatini o'ylab ish qila olasizlar. Mening tavsiyam shu bizning Uyg'ur tashkilotlariga qo'ydigan ijod. Ya'ni boshqa tavsiyalarim bo'pti. Shu reportda yozgan hozir mening ismim. Hürmetli vaxtınızı çıkarıp bugün program katılışınız için köp rahmet Ukay Hanım. Keyin qatim görüşküç aman bulma. Hürmetli görümenli bu qatim programımız müşahede ahırlaştı. Emeğilen gerek. Rahmet sizga.